3 yoshgacha bo'lgan bolalar dunyoni rang, ushlab ko'rish va ta'm bilan anglaydi. Shu vaqt oralig'ida ota-onalarning kichik bir e'tiborsizligi ham og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin. Ming afsuski, bunga misollar ko'p. Qizimga planshetda o'rgandim. Shuni batdan tagidagi ochadigan joyini ochib o'ynagan ekan. Qizim olganda uni o'ynagan planshetda ichidan batareyachasi tushib qolgan. U gilamni ustida ko'rib olib og'ziga solgan. O'g'jib qusib, suv qayt qilib, ko'zlari yoshlanib, holati o'zgargandi. 2 soatlab katta operatsiyalar o'tkaziladi 2 soatda. Bolam shuncha payt ancha qiynalishda yopishib ketgan batareyka a'zolarni qizil o'ngachga deyishdi. 11 oylik qizchamizni batareyka qizil o'ngachni shilliq qavatini kuydirib tashlagan. Yaxshiyamki shu vaqtida olib kelishdi. Kechroq bo'lganda uni teshib yuborishgacha olib kelardi. Yon atrofidagi hamma xavf a'zolar, ya'ni yurak, nafas tizimi, katta qon tomirlar o'tgan a'zolarga ta'siri hatto o'limgacha olib kelish mumkin edi. Zont orqali ovqatlantirib turibmiz. Tomog'idan hech narsa o'tayotgani yo'q. Emizikli bola emishni xohlayapti, suv ichishni xohlayapti. 2 kun reanimatsionda yotdi. Hamma ish qolsa ham e'tiborli bo'linglar. Oylik mana 1 yosh, 2 yoshgacha emaklab hech narsani bilmaydi bular hali. Tangalar, to'g'nog'ichlar, batareykalar. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi shifokorlarining bizga taqdim etgan ma'lumotlarda aytilishicha, aynan shunga o'xshash temir yod jismlarni yutib yuborgan 500 ga yaqin bolajonlar shifoxonaga murojaat qilishgan. Bu raqamlar bitta shifoxonaning so'nggi 1 yilda qayd etilgan holatlariga tegishli. Mutaxassislarning ta'kidlashlaricha, biz bolalarimizni xursand qilish uchun xarid qilganimiz o'zi yuradigan, o'zi gapiradigan, harakatlanadigan o'yinchoqlar ayrim holatlarda ularning azoblanishiga sabab bo'lmoqda. O'yinchoqlar tarkibidagi batareykalar va mayda detallari bola uchun xavfli hisoblanadi uni yutib yuborganda. Yildan yilga yod moddalarni yutib yuborish va bizga murojaat qilish ko'payib bormoqda. Yosh farzandi bor onalar, otalar, hayotimiz mazmuni bo'lgan dilbandlarimizning sog'ligini asrash o'z qo'limizda. Ogoh bo'laylik.